Shu bog'ni ustida setkalar nimaga kerak, Shohruh? Kerak emas o'zi, shunchaki qo'yib qo'yishganda. Aslida bu fikrlar noto'g'riligini video davomida tushuntirib beramiz. Ko'p agronomlarni kuzataman, bu bog'ni ustida setka asl mohiyati nimadaligini hali hech kim tushuntirib bera olmagan. Biz qisqacha sizga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Nega bog'larga setka tortilishini 5 ta sababini tushuntirib beraman. Birinchisi, tabiiy ofat bo'lgan do'ldan himoya qilish uchun. Ikkinchisi, namlikni saqlash va mikroiqlimni boshqarish uchun. Uchinchi sabab, qushlardan himoya qilish uchun. To'rtinchisi, zararkunanda va hasharotlardan. Beshinchisi, siz kutgandek quyoshdan himoya qilish uchun kerak bo'ladi. Setkalar ham xuddi navlar kabi hududga qarab tanlanadi. Ya'ni voha taraf issiq hududlarda 70% dan 90% gacha quyosh o'tkazmaydigan setkalar tortiladi. Aksincha, vodiy tarafda esa 30% dan 40% gacha quyosh nuri o'tkazadigan setkalar tortiladi. Hamma kutgan Toshkentda esa 2016-yildan keyin iqlim o'zgargani sababli 60% dan 80% gacha quyosh o'tkazmaydigan to'rlar maslahat beriladi. O'ylaymanki, ushbu setka haqida birinchilardan bo'lib biz ma'lumot berdik. Albatta, hosildor hayotni kuzatishda davom eting.